Bo'g'in kasalligini aynan qaysi turi bilan qiynalgansiz? Chizzam og'riyar edi. 2 yilcha bo'lib qoluvdi. Bozorga chiqardim. Shu bozorga chiqqanda zaxlardi nimasida deb o'yladim men o'zim. Hech qanaqa bir lecheniya qilganim yo'q. Bu dorini menga o'g'lim Jasurbek shu reklamada ko'rib qolgancha olib kelib berishuvdi. Qanaqadir kamchiliklarni sezdingizmi? Yo'q, nojo'ya ta'sirini bilmadim. Qancha muddatda rezultatini, ya'ni natijani sezishni boshladingiz? Bir haftadan keyin qandaydir o'zimda og'riqlar qolganga o'xshardi. Allohga shukr, tani jonim sog', og'riqlar yo'q. Afiya kompleksini 25 kun muddat iste'mol qilib, o'sha og'riqni sezmayotgan bemorimizni gaplarini eshitdingiz. Bu siz uchun manfaatli bo'ladi degan umiddamiz inshaalloh. Mahsulot haqida to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bepul konsultatsiya kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqasiz. Afiya kompleks, tabiiy tarkib, mukammal yechim. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Beshariq tumaniga keldik. Bugungi bemorimiz Xosiyat opa. Ular bilan suhbat o'tkazamiz. Suhbatlashish jarayonlarida o'zlarida bo'lgan barcha o'zgarishlar haqida to'liq ma'lumot beradilar. Bu sizlar uchun manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Tuzumsizlar? Avvalambor rahmat kattakon, yo'q demasdan mehmonga chaqirganingizga, savob yo'lida sherik bo'lamiz deb harakat qilganingiz uchun rahmat kattakon. Xosiyat opa, o'zingiz haqingizda qisqacha tanishtirib o'tib ketasiz. Bu kuzatuvchilarimiz uchun juda ham qiziq bo'ladi, inshaalloh. Men Farg'ona viloyati Beshariq shahri Abdurahmonova Xosiyatxon bo'laman. Bo'g'in kasalligini aynan qaysi turi bilan qiynalgansiz va qancha muddat, qanaqa holatlari bo'ldi, shu haqida ham ma'lumot berasiz? Men chizza og'rig'i bo'yicha nima qilganman? Chizzam og'riyar edi. 2 yilcha bo'lib qoluvdi. Hech qayerga murojaat qilganim yo'q edi. Faqat namoz o'qib turganda jinda qiynalardim, yurganda jinda qiynalardim. Shu boshqa nima qilmasdim. Bu dorini menga o'g'lim Jasurbek, Turdaliyev Jasurbek shu reklamada ko'rib qolgancha olib kelib berishuvdi. 25 kuncha bo'lib qoldi olib kelib berganiga. Ha, iste'mol qilayotganingizga 25 kuncha bo'ldi. 2 yil muddat ichida faqat og'riqlar bilan yurdingizmi? Hech qanaqa lecheniyalar qilmadingiz shunda? Yo'q, hech qanaqa bir lecheniya qilganim yo'q. Holat qanaqa? Kuchli og'riq bo'ldimi yoki Yo'q, kuchli emas, o'rtalaydi. O'rtalaydi. Buni boshlanish sababini bilasizmi? Yo'q. O'zidan o'zi og'riq bo'ldi. O'zidan. 2 yil muddat yurdingiz. 2 yilcha bo'lib qolib bozorga chiqaman-da endi o'zi. Asli bozorga chiqardim. Shu bozorga chiqqanda zaxlardi nimasida deb o'yladim men o'zim. Yo'q, hozir endi Allohga shukr, yaxshiman. 25 kungina iste'mol qildingiz Afiya kompleksni. O'g'lingiz sababchi bo'lganlar, Alloh xayrli qilsin, avvalambor. 25 kun ichida hech qanaqa boshqa preparatlarni qo'shmasdan iste'mol qildingiz? Yo'q, qo'shganim yo'q. Faqat Afiya kompleksini o'zini, kremi va kapsulasi. Kremi va kapsulasini. O'zgarishlaringiz qay darajada? Misol mana 2 yil ichida og'riqli hayot kechirgansiz. To'g'ri, siz tushunishim bo'yicha unaqa kuchli og'riq emas, chunki aniq tashxis yo'q, diagnoz qo'ydirmagansiz, doktorlarga bormagansiz lecheniyaga. Lekin og'riq bor. Hozirgi holat bilan 2 yil oldingi holatni qanaqa ta'sirlab bera olasiz? Hozirgi holatim Allohga shukr ancha yaxshiman. Bemalol. Ilgari o'tirib o'qiyardim namozni. Hozir ancha yaxshi turib nima qilib o'qiyman, namozim 5 mahal. 5 mahal. 5 mahal o'qiyman, Allohga shukr. Og'riqlar yo'q. Og'riqlar yo'q. Nima ish qilasiz bozorda o'zi? Men bozorda mayda-chuyda nimalar sotaman. Ha, ertalabdan kechgacha nima zax, tik oyoqda, zaxda. Og'riqlar shuni hisobiga boshlangan. Afiya kompleksi iste'mol qilganingizda ko'nglingiz xotirjam bo'ldimi yoki qanaqadir kamchiliklarni sezdingizmi? Juda ko'pchilikka bu qiziq, bu savolni o'zi aslida berishimning sababi ham shunda. Juda ko'pchilik qiziqadi, iste'mol qilgandagi og'riqlarimiz kuchayib ketadimi yoki nojo'ya ta'sir qiladimi degan savollar berishadi. Mana 25 kun iste'mol qilgansiz. Yo'q, nojo'ya ta'sirini bilmadim. Xo'jayinim bilan ishyapti, ikkovimiz birga ichamiz. Ikkalovinglar. Nojo'ya ta'sirini men bilmadim. Sizda qanaqa bo'ldi? Menda Xudoga shukr. Alhamdulillah. Bular hech qayt og'rimas edi, ammo ichib turardik. Suyak bo'g'in og'riqlariga tishgan uchun ikkovimiz ichardik. Ichyapmiz, nima qilgan yo'q. Ammo nojo'ya ta'sirini bilganimiz yo'q. Qo'yadi, yaqinga surib qo'yadi, belimga surib qo'yadi. Qop-qoliga surib qo'yadi, Allohga shukr. Ammo bitta sursa, o'shandan keyin unaqasi yo'q ekan. Ertangi kunda u narsani sezmaysan ekan. Sezmaysiz. Tanangda
Unaqa nima borligini sezmaysan. Ha, og'riqda. og'riqlarni. Tanangda nima borligini sezmaysan. Uyqular qanaqa bo'ldi? Uyqu yaxshi edi. O'zi yaxshi edi. O'zgarish sezmadingiz. Juda ko'pchilikda endi bu qiziq bo'ladi, yoshi katta insonlarda, bo'g'in og'rig'i bilan qiynalayotgan insonlarda uyqu holati qiyin. Kechasi bilan qaqshab og'rib chiqadi, ertalab uyqudan turganda og'riqlar kuzatiladi. Uyqu yaxshi. Uyqu yaxshi. Alloh xayrli qilsin, Xudo xohlasa. Demak, bizning kompaniyadan ko'nglingiz to'q, mahsulot yaxshi, yoqda, Rahmat. Xudo xohlasa. Iste'mol qilishga ikkilanayotgan bemorlarga nima degan bo'lardinglar? Mana 25 kunlik rezultatdan kelib, juda ko'pchilik bilan gaplashaman, 3 oy, 4 oy, 6 oy iste'mol qilishganda, 9 oylab iste'mol qilgan bemorlarimiz bor. Yaxshi rezultat olib kelishyapti. Aslida endi 25 kun bo'lgan. Shu narsa uchun iste'mol qilishga ikkilanayotgan, mana oddiy og'riq, hali tashxis qo'ydirmagansiz. Prosta endi yosh o'tganda bozorda ishlayman dedingiz, mana tizzada og'riqlar paydo bo'lib qoldi. 2 yil muddat yurdingiz. Shunaqa ikkilanayotgan insonlarga, hali tashxis qo'ydirmagan insonlarga nima degan bo'lardingiz? Olib ichinglar, imkonlaring bo'lsa. Olib ichsalaring yaxshi ekanlik. Men ichdim, mana Allohga shukr, tani jonim sog', og'riqlar yo'q. Alloh xayrli qilsin, bardavom qilsin deb duo qilamiz, Xudo xohlasa. Bizning kompaniyadan ko'nglingiz to'q. Mutaxassislarimiz xabar olib turishibdi, Xudo xohlasa. Suhbatlashib turibsizlar, muntazam. Iste'mol qilish boshlaganingizga qancha muddatda rezultatini, ya'ni natijani sezishni boshladingiz? Bir haftadan keyin. Bir haftadan keyin. Haftalardan keyin sal qandaydir o'zimda og'riqlar qolikkanga o'xshadi. Keyin yo'q, kunda ichardik, Allohga shukr, hozir yaxshimiz. Ya'ni 7 kun ichida sizda og'riqlar pasayishni boshlagan. Asta-sekinlik bilan 25 kun muddat ichida hozir og'riq yo'q deyapsiz. Yo'q. Necha oyligini xarid qildingiz birinchisi? 2 oyligini. 2 oyligini. 2 oyligini. Yana davom ettirish niyatingiz bormi, Xudo xohlasa? Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Alloh xayrli qilsin inshaalloh. Ilohim. Endi og'riqlar qolgandan keyin nima qilmaysiz-ku bariga. Ha, albatta, to'liq sog'ayib bo'lguncha. Sog'ayib bo'lguncha. Yo Allohga shukr, hozir ancha yaxshimiz. Yaxshi, xayrli bo'lsin. Rahmat sizlarga ham, borliklaringga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahim. Bitta duo qilib berasizlar. Xudodan santinchi qo'shingiz mahallada o'tganlar xulosat bo'lsin. Shu uyda o'tganlar Kelganlaringga Alloh. qadimlarga hasanat kelganlarga rozi bo'lar. Alloh rozi. Sizlarga ham borliklaringga shukr, ilohim. Alloh rozi bo'lsin. Ilohim, hammalaringni tanijonlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin, rizqlaring ulug' bo'lsin. Shunchalar bizni yo'qlab kelibsizlar. Borliklaringda o'zi bir davlat. Shunchalar mana bizni rahmimizni yeb, bizni nimamizga, dardimizga shifo berib, shunchalar nima beribsizlar. Ilohim, kompaniyalaringni, sizlarni ishlaringga Alloh rivoj bersin. Inshaalloh. Xonadonlaringga xayr baraka bersin. Hammalaringni tanijonlaring sog', umrlaring uzoq, rizqlaring ulug' bo'lsin. Allohim qilayotgan hamma xayrli ishlaringni barakasini Allohimda o'zi bersin, ilohim. Aytganingizga san rahmat. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, o'zingiz guvoh bo'lganingizdek, 25 kun ichida tizza bo'g'im og'rig'idan to'laqonli qutulishiga sabab bo'lgan bemorimiz Afiya kompleksini 25 kun muddat iste'mol qilib, o'sha og'riqni sezmayotgan bemorimizni dildan chiqqan suhbatlashganimizdagi gaplarni eshitdingiz. Bu siz uchun manfaatli bo'ladi degan umiddamiz inshaalloh. Mahsulot haqida to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bepul konsultatsiya kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqasiz. Afiya kompleks, tabiiy tarkib, mukammal yechim.